Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Bugun Top va Gol kanalida UEFA Chempionlar Ligasining doirasida bo'lib o'tgan muhim o'yinlarni tahlil qilamiz. Kecha juda yaxshi o'yinlar bo'lib o'tdi, katta kurashlar, hayratlanarli natijalar bo'ldi deya olmayman-u, lekin juda qiziq narsalar yuz berdi kecha. Kecha nima bo'ldi deydigan bo'lsak, bugungi videomizda Barselona Benfica o'yini haqida, Kataloniyada qanday natijalar qayd etildi, Inter Feyenoord, italiyaliklar ustun bo'ldimi, Bavariya Bayer Leverkusen, Bundesliga gigantlari to'qnashuvida qanday yakunlandi o'yin, PSG va Liverpool super jamoalarning shiddatli to'qnashuvi va bugun bo'lib o'tadigan o'yinlar haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib kecha 22:05 da O'zbekiston vaqti bilan start olgan Barselona va Benfica o'yini haqida gaplashadigan bo'lsak, bu o'yin juda qiziqarli bo'ldi. Lekin qiziqarli voqealar birinchi bo'limda o'zida yakunlanib qoldi desak ham bo'ladi. Ko'p narsa birinchi bo'limda o'zida hal bo'ldi deb qo'rqmasdan ayta olamiz. Barselona doimgidek chorak o'z kuchini ko'rsatdi, yana bir bor isbotladi, qolgan jamoalarga va Chempionlar Ligasida favorit ekanligini isbotlab qo'ydi va uzoq tanaffusdan so'ng yana favoritlar safiga qaytdi deb qo'rqmay aytsak bo'laveradi Barselonani. Benfica haqida gapiradigan bo'lsak, Benficani bu o'yinda o'tgan o'yindagi Benficadan asar ham qolmadi desak ham bo'ladi. O'tgan o'yindagi Benfica o'ynamadi bu o'yinda. Himoyasi buzilib qoldi. Bog'lamlarda juda ham Benfica xatolarga yo'l qo'ydi. Va Barselona bosimiga dosh bera olmadi. Birinchi bo'limdagi bosimiga dosh bera olmadi va o'yinning natijasi birinchi bo'limda hal bo'lib qo'ya qoldi desak ham bo'ladi. Endi bunga sabab qilib tezkor golni ham aytsak bo'laveradi. Lekin tezkor goldan keyin Benfica qayta oldi-yu, Barselona o'tgan o'yin kabi bir kishi kam bo'lib qolmagani uchun qo'rqmasdan o'yna oladi desak ham bo'ladi. Va bu o'yinni yana bir bor Pedrining ijodkorligi, markazni juda zo'r boshqarishini yana bir bor guvohi bo'ldi. Juda chiroyli o'yin namoyish etdi Pedri. Benfica esa bog'lamlarda biroz xatoliklarga yo'l qo'ydi. Ammo qarshi hujumlardan foydalanishga harakat qilib ko'rdi. Urinishlari befoyda ketdi. Endi taktik tahlil qiladigan bo'lsak, bu o'yin haqida, o'yinning birinchi bo'limi haqida tahlil qiladigan bo'lsak, o'yinning 11-daqiqasida anaqaning Lamin Yamalning fenomenal tarzda chap oyog'i bilan uzatgan uzatmasidan Rafinha gol urdi. Juda chiroyli Rafinhaga golli pas berdi va Rafinha undan yaqin masofadan juda chiroyli gol urdi. Va bu golga tezkor javob qaytardi. Birinchi bo'limning o'zidayoq Benfica 13-daqiqada tezkor javob qaytardi. O'yin burchak zarbadan Otamendi boshi bilan darvozaga yo'llab qo'ydi va 1-1dan so'ng hamma kutdiki, yana bularning guruh bosqichida o'yini kabi yana gollar seriyasining guvohi bo'lamiz ikkala jamoalar o'rtasida deb o'ylashdi muxlislar. Va bunga Barselona yo'l qo'ymadi. O'yinning 27-daqiqasida Yamal yana o'ng qanotdan o'yinchilarni aldab o'tib
oldingi "Barselona"ning qiroli desak ham bo'ladi. Messining uslubida chap oyog'i bilan darvozaning uzoq burchagiga to'pni yo'llab qo'ydi. Juda chiroyli gol urdi va bu gol bilan chorak finallarda eng yosh urgan o'yinchi sifatida statistikalar qatorida o'rin oldi. Lamine Yamal o'z yoshidan ko'ra judayam yoshiga nisbatan judayam yuqori darajada o'ynayapti Lamine Yamal. Xo'sh, endi 3-golga keladigan bo'lsa, 3-gol 42-daqiqada Rafinyaning ikkinchi golini urdi va bu golga ham Balde asosiy ishni Balde amalga oshirdi. Chunki Balde markazdan boshlab juda ko'p masofani bosib o'tib, Rafinyaga uzatmani amalga oshirdi. Rafinya esa uzoq burchakka mixlab qo'ydi. Va bunda VAR tomonidan ofsayd bor yo'qligi tekshirildi, lekin ofsayd yo'qligi isbotlandi. Gol hisobga olindi va o'yin 3-1 hisobda birinchi bo'lim yakunlandi. O'yinning asosiy voqealari aytib o'tganim birinchi bo'limda hammasi bo'lib o'tdi. Ikkinchi bo'lim haqida aytadigan bo'lsak, Barselona o'yinni boshqardi, Benfika qarshi hujumlarga o'tdi, samara bermadi bu. Bir nechta xavfli vaziyatlar yaratdi. Ba'zi vaziyatlarda gol urdi, ammo ofsayd sababli hisobga olinmadi. Taktik yondashuvlarga keladigan bo'lsak, Barselona asosan o'ng kanat, birinchi bo'limda o'ng kanat orqali Lamine Yamal orqali hujumlarga o'tdi. Lamine Yamal va Rafinha o'rtasida bu o'yinda juda yaxshi aloqalar o'rnatildi. Himoya haqida aytadigan bo'lsak, markaziy himoyachilar va qanot himoyachilar o'rtasida yaxshi muvofiqlik va darvozabonning ishonchli o'yini Benfika hujumini to'xtatdi. Benfika haqida aytadigan bo'lsak, hujumi markaziy va qanot hujumchilar orqali gol urishga harakat qilindi, ammo Barselona himoyasi bunga imkon bermadi. Himoyasini aytadigan bo'lsak, himoyada Benfikada kecha o'yin oldi fikrlarini aytib o'tgandek, Carreras o'ynay olmagani sababli qanotlarda Barselonani qanot wingerlarni to'xtata olmadi. Xo'sh. Endi o'yindan keyingi fikrlarga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, o'yindan keyin jamoa bosh murabbiyi Hansi Flick, Barselonaning murabbiyining fikrlariga bir e'tibor qaratamiz. U shunday debdiki, jamoamizning yosh futbolchilari, ayniqsa Yamal va Rafinha ajoyib o'yin ko'rsatishdi. G'alabamizni jamoa doktori Karles Minoroga bag'ishlaymiz, deya fikr bildiribdi. Barselona bosh shifokorning o'tganligi boisidan ham ruhan ustunlik borligi bu o'yinda yaqqol sezildi. Barselona kurashni ushlab olgani bilinib turibdi. 2025-yilda umuman mag'lub bo'lmadi. Juda ko'p gol uryapti. Chempionlar Ligasi favoritlar qatorida finalgacha yetib boradi deyilayotgan jamoalardan biri hisoblanadi Barselona. Va Barselona muxlislarini chorak finalga chiqqani bilan tabriklaymiz.
"Barselona"ning keyingi raqibi bugungi bo'lib o'tadigan "Lil" va "Borussiya Dortmund" o'rtasidagi jamoalarning g'olibi bilan o'ynaydi chorak finalda. O'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Chorak finalda kim bilan o'ynashi mumkin? "Barselona" "Lil" bilanmi yoki "Borussiya Dortmund" bilanmi? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'sh, endi kecha bo'lib o'tgan keyingi o'yinlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, keyingi o'yin Inter va Feyenoord o'yiniga e'tibor qaratamiz. Inter bosqichma-bosqich o'z raqiblarini yo'q qilyapti desak ham bo'ladi. Raqib jamoasini o'yinlarini bo'g'ib, Simone Inzagi jamoasini ajoyib g'alaba, Simone Inzagi jamoasini muxlislarni ajoyib g'alaba bilan tabriklayman va play-off bosqichida o'z kuchini yana bir bor isbotlashdi bu g'alabasi bilan. Va Lautaro Martines yana o'z so'zini aytdi, juda chiroyli o'ynadi. Va Chempionlar Ligasida Inter o'z formasini saqlab qolyapti. Endi Feyenoord haqida gapiradigan bo'lsak, Feyenoord bosimi bu o'yinda yetarli bo'lmadi. Bitta gol urdi va u goli kamlik qildi. Keyingi bosqichga chiqish uchun kamlik qilardi. Va Barella va Chalxanoğlu'ning o'g'li o'yinni nazorat qildi. O'yinda hukmronlik qildi desak ham bo'ladi. Hujumlarni mohirlik bilan boshqardi. Himoya va hujum o'rtasida juda yaxshi bog'lamlarni hosil qilishdi ikkalasi juftlik sifatida. Simone Inzagi esa taktik yondashuvda juda ustun harakat qildi. O'yinga to'g'ri yondashdi va jamoasining tezkor hujumlari orqali Feyenoord himoyasini chachib yubordi desak ham bo'ladi. Xo'sh, endi qismlarga bo'lib tahlil qiladigan bo'lsak, o'yinda birinchi bo'limda 8-daqiqada gol kiritildi. Markus Thuramning dastlabki daqiqalar gol urdi. Bu Interning tezkor o'yinni boshlanishi bilan ifodalasak bo'ladi. Va birinchi bo'limda Feyenoord o'yinni tenglashtirishga harakat qildi, lekin Interning himoyasi o'yinni boshqarib, ularni urinishini chippakka chiqardi. Ikkinchi bo'lim haqida gapiradigan bo'lsak, 51-daqiqada Interning yana himoyachisi Hakam Chalxanoğlu penaltidan gol urdi va bu gol Interning ikkinchi golini ta'minladi. Umumiy hisob esa 4-1ga aylandi. 60-daqiqada esa Feyenoord yagona javob golini urdi. Jakob Modrin penaltidan gol urdi. Ammo bu gol umumiy hisobda orqada qolishini anglatdi va yetarli bo'lmadi. Endi taktik yondashuvlarga qaraydigan bo'lsa, Inter tezkor hujumlar qildi, o'yinni boshqardi. Himoyasini aytadigan bo'lsak, markaziy va qanot himoyachilar o'rtasida yaxshi muvofiqlik bog'lamlar mavjud. Va darvozabonning ishonchli o'yini himoyada Inter. Feyenoord haqida gapiradigan bo'lsak, Feyenoord asosan qanotlardan hujum qildi, markazdan hujum qilishga kuchi yetmadi o'yinchilarini. Feyenoord bosh murabbiyi Robin van Persie bir qancha o'zgarishlar amalga oshirdi ikkinchi bo'limda, ammo hujumda bu o'z samarasini bermadi. Xo'sh, endi bu o'yin haqida, o'yindan keyingi Inter bosh murabbiyi Simone Inzagining fikrlariga e'tibor qaratamiz. U shunday dediki, jamoamizning hujumkorligi va himoyasi a'lo darajada edi. Biz keyingi bosqichga o'tganimizdan juda ham mamnunmiz va o'z muxlislarimizni tabriklayman deya intervyu beribdi. Feyenoord bosh murabbiyi Robin van Persiening fikrlari shunday ekanki,
Biz imkoniyatlardan foydalana olmadik va Interning tajribasi bizni yengdi. Biz kelajakda yaxshiroq bo'lishga intilamiz, deya intervyu beribdi Feyenoord bosh murabbiyi. Va Interni keyingi bosqichga chiqqani bilan o'z Inter muxlislarini tabriklayman. Keyingi bosqichda Bavariya bilan o'ynaydi va keyingi bosqichdagi Bavariya Interning haqiqiy kuchini ko'rsatib beradi desak ham bo'ladi. Haqiqiy kuchli raqibga tushdi mana endi. Va doimgidek o'yinni bo'g'ish orqali tezkor hujumlarni shu jamoaga ko'rsatsa kerak deb o'ylayman. O'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Chorak finalda Bavariya va Inter o'rtasida o'yin qanday ruhda kechadi? Kim g'alaba qozonishi mumkin deb o'ylayapsizlar? O'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz esa fikr so'zi bilan Bayer Leverkusen va Bavariya o'rtasidagi o'yinni tahlil qilamiz. Bu o'yin ham qiziqarli ruhda kechdi, ammo Bayer Leverkusen bunda kuchi yetmadi, chunki katta yo'qotish Florian Wirtzning yo'qligi hujumlarni tashkil qilishda muammolar tug'dirdi bu jamoada. Lekin o'yin teng kuchdagi ruhda kechdi deb ayta olaman qo'rqmasdan. Bayer Leverkusen juda yaxshi hujumlar tashkil etdi. Qanotlardan ham, ikkinchi qavatdan uzatmalar ham amalga oshirdi. Bavariya darvozasi yaqinida paslar orqali ham kirib qolishdi. Ammo hujumni yakunlashda muammolar borligi bilinib qoldi Bayerda. Endi Bavariya haqida gapiradigan bo'lsak, Bavariyaning bunda Manuel Neuer maydonga tushmadi, o'rniga ikkinchi raqamli darvozabon maydonda harakat qildi, ammo bundan Bayer Leverkusen unumli foydalana olmadi desak ham bo'ladi. Xo'sh, endi tahlil qiladigan bo'lsak, bu o'yinning umumiy ko'rinishi haqida. Xo'sh, birinchi bo'limda Bavariya o'yinni boshidan boshlab tashabbusni o'z qo'liga oldi. Tezkor hujumlar, yuqori bosim bilan Leverkusen himoyasini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Leverkusen jamoasi esa asosan himoya o'yinini yo'lga qo'ydi, ammo Bavariyaning tajribali o'yinchilari ularning harakatlarini cheklab qo'ydi. Hujumga o'tishda ba'zan qiynaldi, lekin hujumga o'tganda anchagina Bavariyani qiynab qo'ydi Bayer Leverkusen. Ikkinchi bo'lim haqida aytadigan bo'lsak, Bayer Leverkusen deb ko'plab vaziyatlarni ko'kka sovura olganiga Bavariya jazo oladi desak ham bo'ladi. O'yinning 52-daqiqasida hujumchisi Harry Kane Bayer Leverkusen himoyachilarini xatosidan unumli foydalanib gol urib ketdi va jamoasini oldinga olib chiqdi va o'zini hisobdagi Chempionlar Ligasidagi gollar sonini 10 taga yetkazib qo'ydi. Va o'yinning 71-daqiqasida keyin yana o'zining ikkinchi golini urdi va jamoasini 2-0 hisobda oldinga olib chiqdi va umumiy hisobda Bavariya 5-0 hisobda mag'lub etdi va keyingi bosqichga chorak finalga yo'l oldi. Bayer Leverkusenga umuman imkoniyat qoldirmadi. Endi o'yinda jamoalarning taktik yondashuvlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, Bayer Leverkusen yuqori bosim sababli ko'proq himoyada o'ynashga urindi. Tezkor qarshi hujumlarga intildi. O'yinning eng yaxshi o'yinchisi Harry Kane bo'ldi. O'tgan o'yinning ham eng yaxshi o'yinchisi, o'tgan birinchi o'yindagi ura o'rtasi birinchi o'yinda ham Harry Kane eng yaxshi o'yinchi bo'lgan edi. Bu o'yinda ham shunday bo'ldi. Xabi Alonso nimagadir Bundesligada
"Bavariya"ga qilgan ishlarini Chempionlar Ligasi uddalay olmadi. Buning sababi nima deb o'ylaysizlar? O'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Xo'sh, "Bavariya" muxlislarini keyingi bosqichga chiqqani bilan tabriklayman. "Bavariya" endi bu chorak finalda "Inter"ga qarshi anchagina qiynaladi deb o'ylayman, chunki "Inter" o'yinni bo'g'ib qo'yish bo'yicha qarshisidagi jamoasining o'yinlarini to'xtatib qo'yish borasida judayam kuchli tarkibga ega va nima bo'lishini o'yinlar boshlangandan so'ng ko'ramiz. Jamoalar qanday formada o'yinga yetib keladi, chunki o'rtada FIFA kunlari bor. FIFA kunlarida deyarli hamma Grand klublar, top 5 ligadagi Grand klublar o'yinchilari o'z terma jamoasiga yordam berish uchun jo'nab ketishadi. Ular qanday formada yetib keladi, jarohat oladimi, yo'qmi? Va shular ham bu chorak finaldagi o'yinlarga juda katta ta'sir qilishi mumkin. To'g'rimi? Fikrlarimga qo'shilsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Xo'sh, o'yin kecha bo'lib o'tgan eng dramatik o'yinga endi e'tibor qaratamiz. Bu Liverpul shahrida Enfield stadionida ro'y berdi. Juda dramatik tarzda o'yin kechdi. Va dramatik penaltilar seriyasi bo'ldi. Endi Liverpulga haqida gapiradigan bo'lsam, Liverpul haqiqiy jiddiy raqibga duch keldi desam mubolag'a ishlatmagan bo'laman. Liverpul muxlislarida uzr so'ragan holda, hurmat saqlagan holda shuni aytamanki, guruh bosqichida to'g'ri Milan Grand klublarni yengdi deyishinglar mumkin Liverpul, lekin Milan o'sha paytda barqaror o'yin namoyish etmayotgandi. Ba'zi o'yinlarda Milan u paytda yaxshi o'ynasa, ba'zi o'yinlarda yaxshi o'ynay olmayotgandi. Hujumchisi Leao'ni o'ylari chiqmayotgandi, bog'lanib qolgandi. Endi Real Madridni ham 2 kun oldi yengdi deyishinglar mumkin, lekin Real Madrid ham o'sha payt o'yinchilari formada emasdi. Himoyachilarining deyarli hammasi Rudigerdan tashqari jarohatda edi. Markaziy himoyada yarim himoyachilar o'ynadi, qanotlarda ham shunday o'ynadi. Shu sababli Liverpul yutdi deb o'ylayman. Va Premyer Ligada ham yutyapti deyishinglar mumkin. Bu Premyer Liga boshqa, Chempionlar Ligasi haqida men gapiryapman. Chempionlar Ligasida birinchi haqiqiy o'ziga mos raqib tushganida kuchi yetmadi desam xato bo'ladi-yu. Juda teng ruhda o'ynadi. Liverpulni ancha qiynab qo'ydi va Liverpul bu o'yinda o'z uyida o'ynagani uchun o'tgan kecha qo'ygan videomda aytganim kabi o'yin oldi fikrlarimni aytib o'tdim-ku. Eshitmaganlar uchun yana qayta aytamanki, unda ham taxmin qilgandim va taxminlarim o'zini oqladi, chunki Liverpul o'z uyida muxlislar qarshisida o'ynagani uchun hujumga o'tdi, qayta hujumlar tashkil etdi. Ba'zi vaziyatlarda Parij himoyachilari to'sqinlik qildi, ba'zi vaziyatlarda Donnarumma qutqardi. Ba'zi vaziyatlarda omad yetishmadi desak ham bo'ladi. Parij haqida gapiradigan bo'lsak, Parij Donnarumma haqiqiy devor bo'ldi va penaltilar seriyasida qahramonlik ko'rsatdi. Va kimsan Liverpul, ya'ni Chempionlar Ligasida bu yil asosiy favorit deb hisoblanayotgan Liverpulni chiqarib yubordi. Chunki Liverpul asosiy favorit deyilgani sabab guruh bosqichida birinchi o'rin bilan yakunlagani uchun
asosiy favorit hisoblanayotgandi va Liverpul o'yinchisi Muhammad Salah ham "Oltin to'p"da asosiy da'vogar edi. Birinchi o'rinda ketayotgandi ko'plab nashrlarda. Va Liverpulning bu chiqib ketishi Salahning ham "Oltin to'p"dagi yutish ehtimolini keskin kamaytirib yuboradi deb o'ylayman. Va PSJda Dembele ancha ulg'ayganini ko'rib turibmiz va PSG bosh murabbiyi Luis Enrike jamoani juda yaxshi shakllantirgan. Mbappesiz va yulduzlarsiz Neymar, Messilarsiz juda yaxshi jamoaviy o'ynaydigan juda kuchli jamoa shakllantiribdi desam mubolag'a ishlatmagan bo'laman. Garchi liga bir darajasi past bo'lgani bilan PSG juda yaxshi hujumlar tashkil etayotganini ko'rib turibmiz. Endi Liverpulni himoyachilarni PSJning oldingi uchligi juda chalg'itdi, chunki Kvaratskhelia, Barkalya va Dembele o'yin davomida doimo o'z joylarini o'zgartirib harakat qildi. Shu sababli Liverpul himoyasi juda qiynaldi desak ham bo'ladi. Va Liverpul va Parij o'rtasidagi va bu videodan so'ng ertaga video chiqaraman, kutib qolinglar. Taktik chizmalar orqali bu Liverpul va Parij o'yinini taktik chizmalar orqali tushuntirib beraman. Meni kanalimda qolinglar, kutinglar. Qo'ng'iroqdan chalib qo'yinglar, bosib qo'yinglar. Qanday taktikalar ishlatganligini grafikalar orqali tushuntirib beraman ertaga. Va bu o'yindan so'ng Salahning Liverpul tarkibidagi Chempionlar Ligasidagi so'nggi o'yini desak ham bo'ladi, chunki Salahga Liverpul haligacha shartnoma taklif qilmayapti. Ehtimol u jamoani tark etishi mumkin. Ba'zi insayderlarga ko'ra, u Salahning agentlari o'z o'yinchisini Barselonaga taklif qilgani haqida xabarlar chiqmoqda. Nima deb o'ylaysizlar? Salah Barselonaga tushadimi? Chunki hozir uning aynan u o'ynaydigan pozitsiyada fenomenal o'ynayotgan Lamine Yamal bor. Yoki o'tishi uchun Muhammad Salah o'z oylik maoshini keskin kamaytirishi kerak. Sababi Barselonada moliyaviy ahvoli juda yaxshi emas. Agar Salah o'z oyligini kamaytirishga rozi bo'ladigan bo'lsa, bu transfer amalga oshishi mumkin, chunki Liverpuldan yozda tekinga ketadi, shartnomasi tugaganligi sababli. Agar Barselonaga o'tadigan bo'lsa, Lewandowskini hozir 70 daqiqa o'ynayotganini hisobga oladigan bo'lsak, to'liq daqiqa o'ynolmayapti. Salahni markaziy himoyada o'ynatish ham mumkin, xuddiki PSG qo'llayotgan taktikadan foydalanish mumkin Hansi Flik jamoasi agar Salah Barselonaga o'tadigan bo'lsa. Salah, Lamine Yamal va Rafinha uchligi almashib o'ynashi mumkin, o'z joyini o'zgartirib. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu transfer amalga oshishi mumkinmi, yo'qmi? Va Virgil van Dijkka Liverpul yangi shartnoma taklif qilmayapti. O'yindan so'ng PSG direktori u bilan suhbatlashgani haqida bir qancha videolar tarqalyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Balki Van Dijkka yangi shartnoma taklif qilgandir yoki siyosiy masalalar bo'yicha gaplashgandir. Nima deb o'ylaysizlar? Van Dijk ham jamoadan ketadi deb o'ylaysizlarmi? Agar Liverpulda Van Dijk ham Salah ketadigan bo'lsa, keyingi mavsum Liverpul hozirgi City'ning ahvoliga tushib qolmasmikin? Nima deb o'ylaysizlar? O'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Va bu o'yinda Usmon Dembele 55-daqiqada yagona golini urdi.
va shu bilan asosiy taymlar, daqiqalar yakunlanib, 90 daqiqada boshqa gol kiritilmadi. Umumiy hisobda 1-1 hisobda 90 daqiqa tugadi va jamoalar ikkinchi qo'shimcha ekstra taymlarga o'tishdi. Qo'shimcha ekstra taymlarda ham jamoalar gol urisha olmadi va penaltilar seriyasida aytib o'tganimdek Donnarumma qahramonlik ko'rsatdi. Devor bo'ldi. Penaltilarni qaytardi. Ikkita penaltini qaytardi. Boshqa nima ham deymiz? PSJning navbatdagi raqibi chorak finalda Aston Villa yoki Brugge bo'lishi mumkin. Keyingi raqibi bugun aniqlanadi. Kim bo'lishi mumkin? Keyingi raqib PSJni va PSJ muxlislarini keyingi bosqichga chiqqani bilan chin qalbimdan tabriklayman. Va Liverpulni yutishi Chempionlar Ligasidagi favoritlar qatoriga qo'shildi desam adashmagan bo'laman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Parij favoritlar qatoriga qo'shildimi endi? Doim PSJga doim nimadirlar yetmasdi, lekin bu yil anchagina har bir pozitsiyada himoyada ham, yarim himoyada ham, hujumda ham yaxshi harakat qilayotgan guvohi bo'lyapmiz. Xo'sh, kechagi bo'lib o'tgan o'yinlar haqida tahlillar va fikrlarim shulardan iborat edi. Xo'sh, endi bugungi bo'lib o'tadigan o'yinlar haqida fikrlarimni beradigan bo'lsam, bugun ham juda qiziqarli o'yinlar bo'lib o'tadi. Bugun ham 4 ta juda muhim o'yinlar kutib turibdi bizni. Xo'sh, bular qaysi o'yinlar deydigan bo'lsak, Lille va Dortmund, nemislar yoki Fransiyada qanday natija qayd etiladi? Nima deb o'ylaysizlar? Va keyingi o'yin Arsenal va PSV. London klubi o'z maydonida favorit, chunki birinchi o'yinda 7-1 hisobda umuman imkoniyat qoldirmadi. Bu o'yin rasmiyatchilik tarzda o'tishi mumkin deb o'ylayman. Hech qanaqa mo'jiza qilolmaydi deb o'ylayman PSVni. Va PSV o'tgan o'yinda mag'lubiyati sababli o'z muxlislaridan uzr so'rash uchun Arsenalga qarshi o'yin uchun o'z muxlislariga biletlar olib berganligi haqida ma'lumotlar saytlarida keltirib o'tilgan. Va PSV tushunib turibdi. PSV Arsenal haqida gapiradigan bo'lsak, PSV o'z holidan tushunib turibdi. Keyingi bosqichga chiqa olmasligini. Bu o'yin rasmiyatchilik tarzda o'tishi mumkin deb o'ylayman. Arsenal bu o'yinda ham yana ko'proq gol urishi mumkin Arsenal, yoki ikkinchi tarkibini tashlagan holda rotatsiyalar amalga oshirishi mumkin. Va 1-2 gol urgandan keyin rotatsiyalar boshlashi mumkin deb o'ylayman. Arsenal bosh murabbiyi PSV ham mag'lubiyatga ko'ngan holda u ham yoshlarga imkoniyatlar berishi mumkin deb taxmin qilyapman. Xo'sh, Aston Villa va Brugge o'rtasidagi o'yin haqida aytadigan bo'lsam, Aston Villa Premyer Ligada kuchli natijalar qayd etayotgan jamoa va favorit
sifatida bu o'yinni o'tkazadi. Chunki birinchi o'yinda 3-1 hisobda Bruggeni mag'lub etgan. Brugge bu o'yinda kambek qila oladimi, yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar? Brugge esa Belgiyada uzoq yillik hukmronlardan biri hisoblanadi. Brugge ligasi haqida gapiryapman. Ya'ni Belgiya ligasi haqida gapiryapman. Endi bu o'yinda Unai Emery tezkor paslar va hujumkor futbol va pressingga asoslangan o'yin quradi. Murabbiy Brugge esa himoyaviy taktika bilan o'ynaydi, qarshi hujumlarga tayanadi deb taxmin qilyapman bu o'yinda. Lekin ko'proq hujumga o'tsa kerak deb o'ylayman. Chunki Brugge gol urishi kerak bu o'yinda. Va bu Aston Villa va Bruggening g'olib chiqqan jamoa, bu to'qnashuvda o'zaro qarama-qarshilik g'olib chiqqan jamoa PSG bilan o'ynaydi. Va keyingi bosqichda bularni qaysi biri chiqishidan qat'iy nazar juda kuchli jamoa kutib turibdi. Hujumkor o'yinni boshqaradigan jamoa kutib turibdi. Ancha qiynaladi keyingi bosqichga chiqsa ham. Endi e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlar bu o'yinda Aston Villa o'z uy o'yinlarda ancha kuchli o'ynaydi. O'z Premyer ligasi, ya'ni Premyer Liga haqida gapiryapman. Juda kuchli bosim bilan harakat qiladi jamoasi. Va bu o'yinda qanday hisob bilan yakunlanadi bu o'yin va keyin boshqa kim chiqishi mumkin? O'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Men endi o'tgan o'yindan kelib chiqadigan bo'lsam, Aston Villa keyingi bosqichga chiqishi mumkin deb o'ylayman. Ustunligi bor. O'sha endi eng asosiy o'yinga o'tishimizdan oldin, Atletico va Real Madrid o'yiniga o'tishimizdan oldin Lille va Dortmund o'yini haqida gapirmoqchiman. Bu o'yinda hali hech narsa hal bo'lgani yo'q. Chunki o'tgan o'yinda 1-1 hisobda o'yin yakunlangan. Bu degani jamoalar hech narsani o'ylamagan holda harakat qilishadi. Lille ham hazilakam jamoa emas. Fransiya ligasi garchi yaxshi liga qatorida bo'lmasa ham juda yaxshi harakat qilyapti Lille jamoasi. Endi Lille doimgidek himoyaviy uslubda harakat qiladi bu o'yinda va tezkor qarshi hujumlarga tayanib o'ynaydi va o'z imkoniyatlarida tezkor qarshi hujumlardan omadini sinab ko'radi. Endi Dortmund haqida gapiradigan bo'lsak, Dortmund bosim bilan o'ynashni xush ko'radi. To'pni nazorat qilishni yaxshi ko'radi bu jamoa. Va bu Dortmundda juda yaxshi hujumchilar bor va asosiy hujumchisi Chempionlar Ligasida to'purarlar qatorida bo'lib turibdi. Va mening taxminim bo'yicha bu o'zaro qarama-qarshilikda Dortmundda biroz ustunlik ko'ryapman. Nima deb o'ylaysizlar? Yoki kutilmagan natija sifatida Lille keyingi bosqichga chiqadi deb o'ylaysizlarmi? Va yana bir gap aytmoqchimanki, bu qarama-qarshiliklarning g'olibi Barselona bilan o'ynaydi. Agar Dortmund chiqadigan bo'lsa, Dortmund guruh bosqichi o'yinlarida o'ziga tanish bo'lgan Barselonaga duch keladi. Agar Lille chiqadigan bo'lsa, guruh bosqichida o'ynamagan. Bu ham qiziq qarama-qarshilik bo'lishi mumkin. Sizlar qanday qarama-qarshilikni
xohlaysizlar? O'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Xo'sh, eng muhim o'yinlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, eng muhim o'yin shubhasiz Madrid shahrida bo'lib o'tadi. Madrid shahrida bo'lib o'tadi. Atletico Madrid o'z uyida Real Madridni qabul qiladi. Bu o'yin haqida bir qancha ma'lumotlarni aytadigan bo'lsam, xo'sh, asosiy tarkiblar ham chiqibdi. Asosiy tarkiblarga bir nazar tashlab qo'yamiz. Mbappe asosiy tarkibda tushibdi. O'yindan oldin jarohati borligi sababli yakka mashg'ulot o'tayotganda, mashg'ulotlarda qatnashmayotgani haqida xabarlar bor edi va bo'yda tushishi so'roq ostida turgandi. Xo'sh, tarkiblarga bir nazar tashlab qo'yamiz.